Yoshlar nafaqat kelajak bunyodkori, qolaversa bugungi kunimizga yangiliklarni olib kiruvchi, zamonaviy texnologiya, innovatsion g'oyalarni sohalarga tatbiq etib, taraqqiyotni rivojlantiruvchi kuchdir. Yurtimizda keyingi yillarda yoshlarga e'tibor tubdan o'zgardi va ularning orzu-umidlarini ro'yobga chiqarish, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, muammolariga yechim topish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Prezidentimiz tashabbusi bilan oliy ta'lim tizimidagi keng islohotlar va qolaversa Qoraqalpoq yoshlarining imtiyozli ravishda yurtimizdagi universitet, institutlarda tahsil olishlari uchun yo'lga qo'yilgan imkoniyatlar ertamiz egalari bo'lgan o'g'il-qizlar uchun ishonch ko'priklarini yanada mustahkamlamoqda. Namangan viloyatining yetakchi oliy o'quv yurtlaridan biri Namangan davlat universitetida 95 nafar qoraqalpog'istonlik talabalar tahsil oladi. Feruza Boltaboyeva Jahon tillari fakultetiga imtiyozli ravishda qabul qilingan. Ingliz tilini puxta biladi va shuningdek iste'dodli, ijodkor talabalardan biri sifatida ko'plab tadbirlar, festivallarda faol ishtirok etib kelmoqda. Men 2006-yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida tug'ilganman va Qoraqalpog'iston Respublikasida 35-sonli o'rta umumta'lim maktabini bitirib, shu yili Namangan davlat universitetiga talaba sifatida qabul qilindim. Men hozirda Jahon tillari fakulteti ingliz tili yo'nalishida o'qiyapman va darslar juda yaxshi o'tilyapti. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yoshlarga bo'lgan e'tiboridan juda ham mamnunman. Yaqindagina Pokiston Respublikasida bo'lib o'tgan xalqaro festivalda bizning universitetimizni ko'pgina talabalari bilan delegatsiya bo'lib, unda ham ishtirok etdik va o'zbek milliy madaniyatini targ'ib etib, u yerda Pokiston talabalari uchun katta konsertlar qo'yib berdik. O'shalarni ham katta imkoniyat deb aytib o'tsam bo'ladi. Olamurod Abdullayev Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida tug'ilgan. Bilimga chanqoq, kelajagiga ishonchi mustahkam qahramonimiz yoshligidan huquqshunos bo'lishni diliga tukkan. Hozirda yuridik fakultetning birinchi bosqichida o'qimoqda. Qoraqalpog'iston yoshlarga berilgan kvota asosida Namangan davlat yuridik universitetiga imtiyoz asosida qabul qilindim. Men uchun juda katta yordam bo'ldi desam ham bo'ladi. So'nggi yillarda davlatimizda ta'limga juda katta e'tibor berilyapti. Bizga bu yerda sifatli ta'lim haqiqatan ham ajoyib. Bundan tashqari kasbiy ko'nikmaga asoslangan fanlar ham o'tiladi. Bu bizga kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishimiz uchun poydevor bo'ladi. Maqsadim universitetni bitirgandan keyin armiyaga borib kelish, davlat oldida turgan vatanni qo'riqlash burchimni bajarish. Bundan tashqari keyinchalik O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga, tergov departamentiga ishga kirishga niyat qilganman. Sevara Bayramova ham mazkur oliy o'quv yurtining yuridik fakulteti birinchi bosqich talabasi. U ham oldiga qo'ygan aniq maqsadi yo'lida dadil intilmoqda. Yoshligidan sudya bo'lishni niyat qilib, maktabda astoydil o'qidi. Qolaversa prezidentimizning Qoraqalpoq yoshlarga bergan imtiyozlardan foydalanib, ushbu oliy o'quv yurtida tahsil olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Malakali mutaxassis bo'lish uchun hozirda yaxshi o'qib, o'z tashabbuskorligini ko'rsatib kelmoqda. Bizga prezidentimiz tomonidan berilgan yoshlar uchun ajratilgan kvota sababli men Namangan davlat universitetiga qabul qilinganman. Yuridik fakulteti men o'zim orzu qilganimdek shart-sharoitlari bor ekan. Asosan o'zimizda yo'nalish bo'yicha darslar olib borilyapti. Misol uchun davlat va huquq nazariyasi, konstitutsiyaviy huquq fanlari chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatilyapti. Kelishimizda kutib olishgan domlalarimizga rahmat aytaman. Domlalarimiz bizni juda ham hurmat qilishadi. Mehmon sifatida o'sha Qoraqalpoqliklar deb alohida e'tiborini qaratishyapti. Prezidentimizga alohida katta o'zimni minnatdorchiliklarimni bildirib qolaman. Bizga shunaqa shart-sharoitlar, alohida imtiyozlar bergani uchun prezidentimizga o'z tashakkurlarimni aytib qolaman. Kelajakda prezidentimizni ishonchini oqlab, ta'lim berayotgan ustozlarim, domlalarimni ishonchini oqlab sudya bo'laman va xalqimiz huquqlarini himoya qilaman. Vijdonan adolatli tarzda ish olib boraman, Xudo xohlasa. Yurtimizda keyingi yillarda oliy ta'lim tizimining isloh qilinishi tufayli yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Shohsanam Bisimbayeva bo'lajak jurnalist. Hozirda nazariy bilimlarini amaliyot bilan birga uyg'un olib borishga intilmoqda. Men yoshligimdan jurnalist bo'lishni xohlaganman va jurnalist bo'lish maqsadida bu yerga o'qishga kirganman. O'zim Qoraqalpog'iston Respublikasi Iliqqal'a tumanida tug'ilganman. Bu yerga o'qishga kirganimdan xursandman. Bu yerdagi shart-sharoitlar, imkoniyatlar menga juda ham yoqdi. Tasavvur qilganimdan ham ancha yaxshi. Bundan keyingi rejalarim
bu yerdagi jurnalistikaning rivojlanishiga o'z hissamni qo'shib, yaxshi jurnalist bo'lib yetishish. Qoraqalpoq elining milliy kuy-qo'shiqlari borki, betakror ohangi dillarga o'zgacha surur bag'ishlaydi. Bolalik chog'idan san'atga, musiqaga oshno Shohsanam Jalg'asova hozirda Namangan davlat universitetining tibbiyot fakultetida o'qisa-da, milliy cholg'u asboblarida qo'shiqlar ijro etishni kanda qilmaydi. Quvonarlisi, u xalqaro festivallarda milliy qadriyatlarni tarannum etayotgan faol yoshlardan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanliko'l rayonidan bo'laman. Hozirgi navbatda Namangan mamlakatlik universitetining meditsina fakultetining emlov jurnalistining 1-kurs studentiman. Umrga qo'ygan maqsadlarim endi 6 yil davomida shaxsi bilim o'rganib, jetik vrach bo'lib chiqu. Yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanayotgan yoshlardan biri qoraqalpog'istonlik Bibinur Nurmanovadir. U pedagogika fakultetining amaliy psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi. Intiluvchan Bibinur o'z ustida ishlaydi, tashabbuskor hamda faolligi bilan nom qozongan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot rayonidan kelganman. O'sha yerga kelganimdan albatta quvonchliman. Birinchidan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ko'p rahmatlar aytaman. Bu yerlarda birinchi marta men Gullar bayramini ko'rganim uchun quvonchliman. Namanganda ko'rib endi o'qishga kelganimdan boshqacha sezim olganman. Namangan davlat pedagogika institutining sharoitlari juda ham zo'r, menga unaydi. Bir jag'dan shigu, kiru hamma yer ansat, qulayliklar jataxonalarimiz ham yaqin. O'sha yerga kelib o'qiymiz. Magistrda o'qib, o'sha yerda o'qisam bekin yoki o'zim betga olib ketsam bekin degan savollar ko'p bo'lyapti hozir menda. Ko'proq o'sha yerda o'qishim kelyapti. Gulmira Yembergenova bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassisi. Shu maqsadda bugungi kunda mazkur oliy o'quv yurtida a'lo baholarga o'qimoqda. Intiluvchan, ijodkor, bo'sh vaqtini ko'proq kitob o'qishga bag'ishlaydi. Kelajagini ham aynan mana shu soha bilan bog'lashni diliga tukkan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot tumanida tug'ildim. 2023-yili Namangan davlat pedagogika institutining maktabgacha jurnalistni qabul etildim. Hozirda 2-kurs studentiman. Men prezidentimizning yaratilgan har turli sharoitlardan foydalangan holda o'qishga kirdim. Hozirda turk tili kursiga boryapman. Magistr o'qish niyatim bor. Maktabgacha ta'lim yo'nalishida pedagog bo'lib yetishish orzuyim bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidanman. 2005-yilda tug'ilganman. Hozirda Namangan davlat texnika universitetida iqtisodiyot va boshqaruv fakultetida o'qiyapman. Iqtisodiyotga aloqador fanlar o'tamiz. Menejment, marketing, ancha oshirdim bu bo'yicha bilimlarimni. Yurtimizda bugun yoshlarga e'tibor ancha yaxshi. Bundan tashqari ko'plab imkoniyatlar berilyapti, foydalanish kerak. Men ham hamma yoshlar qatori yaxshi mutaxassis bo'lib, elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan kadr bo'lishni xohlayman. Barno Borisova Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanidan. Sanoatni axborotlashtirish yo'nalishiga qiziqqani bois Namangan davlat texnika universitetida 4 yil tahsil oldi. Bilim va tajribalarni boyitib, yaxshi mutaxassis bo'lib yetishmoqda. Men 2021-yil Namangan davlat texnika universitetiga o'qishga kirdim. Namangan juda go'zal shahar, odamlari ham samimiy. Universitetimizda sharoitlar juda yaxshi. Bu yerda kompyuter xonalari, laboratoriya xonalari, auditoriya xonalari bor, kutubxonalar. Biz bulardan oqilona foydalanib turamiz. Kompyuter xonalarida o'zimizga kerakli ma'lumotlarni olamiz. 4 yil davomida men bu yerda o'qiganimdan juda ham xursandman. Hozir diplom ishlarini yozyapmiz. Maqsadlarim magistraturani o'qib, oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi bo'lish. Ha, yoshlar bugunimiz, ertamiz, kelajagimiz va prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, yangi O'zbekistonning, xalqimizning oltin fondi. Ularga qaratilayotgan e'tibor, har tomonlama qo'llab-quvvatlashlar, izlanishlari uchun, iqtidorini, iste'dodini yuksaltirish uchun qilinayotgan g'amxo'rliklar vatanimizning gullab yashnashi, rivojlangan davlatlar qatorida turishi uchun qo'yilayotgan qadamdir.